Bugun odamlarga o'zlari yoqtirgan filmlari va seriallari haqida savol beramiz. Ket. Hamma ko'rish shart deb o'ylaydigan ikkita filmingiz. Fantastika, qasoskorlar. Hamma ko'rish shart. Исторический filmlar-da. Birinchisi Risolat. Risolat filmini hamma ko'rishni xohlardim. Ikkinchisi Payg'ambarga oshiq Hasan degan o'zbek filmi. San'atasi san'atasi. aytgan bo'lardim. Yoziforni aytgan bo'lardim. Hop, birinchisi Interstellar, ikkinchisi Jim Carrey o'ynagan Truman Show deb o'ylayman. I like Hero.英雄 serial bor lekin nima bor? Abdulhamidni tavsiya qilaman. Qashqalar makonida. Eng yaxshi ko'rgan kino soundtrackingiz bormi? Bor anaqadagi shaytanatdagicha. Shaytanatdagi kino soundtrack. Fatima va Zuhra. Hayot, aytamiz. Yo'q. O'sha san'atasini soundtracki. Sevishgan o'sha Shohruxxon o'ynagan kinoda. The movie is the Star. Soundtrack, Chou Run-fa Star. Nomi esimdan chiqib qoldi. Pianinachi. Agar telefoningizga bitta kino saqlab olish imkoniyatingiz bo'lsa, qaysi kino bo'lardi? Shaytanatda. Shaytanat bo'lardi. Novda. Novda. Ha. Risolat. Risolat. Yozifor bo'lardi. Mazdor. Men o'ylaymanki Interstellar. Wow. Unda shu Abdulhamid saqlagan bo'ladi. Biz sizga Salon TV platformasidan promokod, ya'ni bir oy kino va filmlarni tekin ko'rish imkoniyatini taqdim etamiz. Va sizga, sizga ham rahmat.